Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Mərkəzi orqanıga bevosita qarashliq kasbiy xodimlarning 2023 yillik xizmat yig'ini va qurultayning tashviqot va moliya yig'ini 13 yanvar kuni Ispaniyaning Barselona shahrida boshlandi. Qurultay raisi Dolqin Aysa apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur yig'inga qurultayning markazdagi rahbarlari va xizmatchi xodimlari, qurultayning har qaysi ellarda ta'sis qilingan ishxonalarining direktorlari, Qurultay fondining va Qurultay uchur tashviqot markazining asosliq mas'ullaridan bo'lib 30 nafarga yaqin kishi qatnashdi. Shu kuni kechda Qurultay raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi bir hay'at uzun yillardan buyon Ispaniyadan mustaqillik talab qilayotgan Kataloniya Milliy Majlisini ziyorat qilib, Milliy Majlisning raisi va bir qism a'zolari bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasi haqida maxsus suhbat ilib bordi. Kataloniya begligiga qarashliq va 7 milliondan ortiq nüfusga ega Kataloniya xalqi tarixdan buyon mustaqil yashab kelgan edi. 1939 yılı İspaniyada yüz bergen iş görüş mezgilida Kataloniya begligi ayni chog'dagi Ispaniyaning diktatori Franconing askarlari tarafidan ishg'ol qilingan. 1979 yılı Kataloniya rayonida o'tkazilgan xalq rayoni sinash natijasida Ispaniya hukumati Kataloniyaning avtonomiyalik huquqini e'tirof qildi. Ammo Kataloniya xalqining mustaqillik harakati uzluksiz davom qildi. 2017 yılı Kataloniya parlamenti İspaniya hökumətinin qattiq qarşı turışıga qaramasdan mutlaq köp ovoz bilan yakka holda Kataloniyaning mustaqilligini e'lon qilgan. Natijada Ispaniya hökuməti Kataloniyaning butun avtonomiyalik haqlarini bekor qilib, Kataloniyaning mustaqillik harakatiga boshlamchilik qilgan asosli rahbarlar ustidan tutish buyrug'i chiqargan edi. Buning bilan Kataloniyaning bir qism rahbarlari Yevropa Birligining markaziy Bryusselga qochib kelib, panohlanishga majbur bo'lgan. Dal bu mezgilde Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Aysa apandim Brüssel'de Kataloniyaning sürgünde liderleri bilan bevosita uchrashib suhbat ilib borgan. Hatta ularning turalg'usiga taklif qilinib, attiganlik nashtada birga bo'lgan. Suhbat jarayonida Kataloniya liderlari Sharq Turkiston xalqining milliy mustaqillik kurashini qo'llab-quvvatlaydiganligini ochiqcha ifoda qilishgan edi. Dolqin Aysa apandim 13 yanvar Kataloniya Milliy Majlisida o'tkazilgan suhbat jarayonida majlis raisi va a'zolariga Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda hozirmi ham jiddiy davom qildirayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqaro e'tirof qilinish yuzlanishi, Uyg'ur mustaqillik harakatining taraqqiyot yuzlanishi va Dunyo Uyg'ur Qurultayining xalqaro siyosiy sahnalarda elib berayotgan faoliyatlari, shundaqla muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning umumiy ahvoli haqida nihoyat tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining Kataloniyaning poytaxti Barselona shahrida 13 yanvar boshlangan xizmat va plan yig'ini 17 yanvargacha davom qiladi. Bu jarayonda Qurultayning har qaysi ellarda ta'sis qilingan ishxonalarining direktorlarining va Qurultayning markazdagi xizmatchi xodimlarining 2022 yillik xizmat doklati va 2023 yillik xizmat plani ko'zdan kechirildi. Qurultay uchur tashviqot markazining va Qurultay fondining 2023 yillik plan yig'ini o'tkaziladi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim boshchiligidagi hay'atning navbatda Amerika Davlat Majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihalarining tezroq ma'qullanib rasmiy qonunga aylanish qadamini teziltish, hozirgacha ma'qullangan Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning to'liq ijro qilinishini qo'lga keltirish, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va chegara halqagan bostirish siyosatlariga qarshi Amerika hukumatining jiddiy qonuniy tadbirlarini yo'lga qo'yishni qo'lga keltirish maqsadida 1-oyning 10-kundan e'tiboran Amerika Davlat Majlisida boshlatgan yangi yillik lobby faoliyatlari davom qilmoqda. 11 yanvar kuni Ömer Qanat apandim boshchiligidagi hay'at Amerika Davlat Majlisida senator James Lankford apandimning yordamchilari bilan uchrashib, yuqorqi masalalar haqida maxsus suhbat ilib bordi va Uyg'ur xalqining Amerika avom va Kengash palatasidan, shundaqla Amerika hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talablarini o'ttirg'a qo'ydi. 10 yanvar kuni Ömer Qanat apandim boshchiligidagi hay'at Biden hukumatida kuchli ta'sirga va nopozga ega bo'lgan senator Joe Manchin apandimning yordamchilari bilan ko'rishib, yuqorqi masalalar haqida atrofli suhbat ilib borgan edi. Ömer Qanat apandimning stansimizga bildirishicha, ularning Amerika Davlat Majlisi a'zolari va ularning yordamchilari bilan bo'lgan yuqorqidagi uchrashishlari bundan keyin uzluksiz davom qiladi.
Kanadadagi Uyg'urlarga haystaşlıq qılıbatqan Yahudi və Xristiyan cemaatlarının əzalarından tərkib tapqan bir qrupining 3 yıldan buyan paytaxt Ottavadagi Xitoy elchixonasi oldida izchil holda ilib berayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat degan shior ostidagi norozilik namoyishi davom qilmoqda. Bugun yan 13 yanvar kunimi Sharq Turkiston xalqining samimiy va fidokor do'stlari qattiq shivirg'an va so'g'uq pisand qilmay yana Ottavadagi Xitoy elchixonasi oldiga to'plangan edi. Bu insonparvar do'stlarimizga rahmat aytish va madad berish uchun namoyishga o'rtoq bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandim naq maydondan o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundoq dedi. Bugünkü Ottawada Xitoy elchixonasining oldidagi 2,5 yildan beri davomli holda elib berilayotgan namoyishda az adam chiqib shular bo'lsa-mu 5 adam bilan davom qilyotdi. Har payshanba kuni soat 3 dan 4 gacha qor bo'lsin, yomg'ir bo'lsin, qish bo'lsin, yoz bo'lsin, issiq so'g'uq demay. Ko'plari boshqa millatdan keldi, Yahudilar, Xristianlar va boshqalar. Shulardan odatda 10 adam keladi, bugun 5 kelibdi. Havo favqulodda so'g'uq, qor yog'yotdi. Bu insanlar iskoydan çıkıp bu Uygur için 5 bugün namoyishga kelibdi. Her hafta kelyapti. 2020 yılı 9. ayının 22'sinden başlap mana bu insanlarga 30 ay bo'ldi. To'xtamaymış namoyishni quvvat qildi. Şu qarindoshlarga shuni bildirib qo'yay dedim. Xitoy hökuməti 3 yıldan buyan qo'llanıb kelgan Covidni nölgə tushirish qamal siyosatini bekor qilib, hammani keng ichib keyin texmi ig'ir Covid ofatiga yo'liqqan edi. Bir-biriga tamoman zid bo'lgan bu siyosatlar va kelib chiqqan ig'ir oqibatlar Xitoy fuqarolarida qattiq g'ulg'uli paydo qilgan. New York vaqti gazetining 11 yanvar xabar qilishicha, Xitoy fuqarolari hukumatning hozirgi Covid siyosatiga bo'lgan gumoni va noroziligini ifodalab, bir-biri bilan talash tortish qilishga boshlagan. Ularning munozir temisi hozir ko'payib ketgan kasal va o'liklarga kim mas'ul? Hukumatning mutaxassislarining gapiga ishongili bo'lamdi. Doktorxonalarda kasallik to'shib ketgan tursa, Omikron degan virus hukumat amaldorlari da'vatgandek odatdagi virusmi degandek masalalar bo'lib, hukumatga ishonmaydiganlar bilan hukumatni yoqlaydiganlar ikki qutbga bo'linib, jidal qilishga boshlagan. Hukumat tarafdorlari qamal siyosatiga qarshi chiquvchilar bugungi ofatga sababchi desa, hukumatga ishonmaydiganlar hukumat bu qamalni bekor qilishdan burun virus yomrab ketgan deyishgan. Xabarda tahlil qilinishicha, Xitoy hukumatı aslida iqtisodni asliga keltirish uchun fuqarolarni qo'yib etgan. Ammo bu virusda o'lganlarning soni ko'paygancha iqtisodning jonlanishi amalga oshmagan, balki ziyon ko'paygan. Xitoy hukumatı yangi yilda fuqarolarni salyot etishga yo'l qo'ymagandan keyin g'azablangan fuqarolar soqchi mashinasini o'rib etgan. Agar chag'andimi salyot etish ma'ni qilinsa, hukumat bilan omma o'rtasida texmi ig'ir to'qinish chiqishi mumkin ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.